Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qadrdonlar, qo'yishquvozlar, chorva ishquvozlar. Xo'p, obunachilar, bugun biz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Bugungi juma ayyomi hammamizga fayzli, barakatli bo'lsin deb bugungi syomkalarimizni boshlaymiz. Xo'p, bugun hafta kuniga 10-aprel juma ayyomi hammaga muborakli, barakatli bo'lsin deymiz. Xo'p, bugunga Akmalxon do'stimizdan o'ta chiroyli video obzor chiqadi. Like bosib, otangga rahmat deb turaverasizlar, qani. Assalomu alaykum. Qodirxon keldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Hammalaringga bugun kun qutli muboraklar bo'lsin. Obunachilar, bugun videoni boshida like qizartirib bosib turing. Xudo xolasa qo'chqorlar zo'rlardan kelib qo'yganman. Obunachilaringiz ilindim bugun. Qo'chqorlar o'ta zo'rlardan kelgan. Bugun narxi yorasimi? Narxlar o'ta yengil kelgan. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha arzon qilib chiqarib berishga harakat qilaveramiz. Bugun obunachilaringiz taraf bo'lib ishlaymiz. Xudo xolasa qo'ylar ko'rsatamiz. Xo'p, obunachilar, mana qo'ylar standart. Nima deydi? Bez rasvod deydi-ku. Yungi ham olingan ekan. Xo'p, bu yerda nechta dona Akmalxon? 6 dona, 6 bosh. Soni 6 bosh. 6 bosh sog'lom variantida o'ynab turgan. Sog'lom variantda obunachilar yuzlariga ham baho beramiz. O'ta kashdan, o'ta zo'rdan ekan. Xudo xolasa go'shtga ham, zotga ham keladigan variantida. Qo'chqoring bormi desa, ha deydigan variantdan ekanda. Dumbalar ham ikki ayri dumba, biratdan osilgan so'z. To'g'ri, osilgan dumbasi yo'q ekan. Obunachilar, like tirs bosib turamiz. Bundan keyinga ham zo'rlari chiqadimi, yo mana shu bir partiya xolosmi? Ikki partiya qo'yimiz baholab. Ikki partiya qo'yimiz bor. Qo'shqorlarni zo'rlari chiqadi. Xo'p, bularni yosh oyliklarini qanaqa dedingiz? 8 oylik atrofida qo'shqorlar. 8 oylik atrofida qo'chqorlar. Hali qo'zi. O'tda ham zo'r variantlari. Buzmagan qo'zida mana kimga kerak obunachilar? Xo'p, Akmalxon aka, bo'ylari-chi buni? Bo'ylari 80 ga olishaveradi. To'xola 80 uradi qo'ylar. Bo'ylari 80 da uradi. Obunachilar, dumbasini ham qo'yasizlar. Qo'liga umuman chiqmagan variant. Bular adashmasam anchadan bir boqilyap turganga o'xshaydi. Endi yeb turgan variantdami? Badanni qarang mana. Yeb turgan variantdan ekan. Quloqlari butun, xudo xolasa. Mana tishlari hali ham. Bitta chars qo'ygan Akmalxon. Umuman qo'lga tushmagan mana. Gap yo'q. Badanni qarang, tirsillab turgan variantida. Oyoq qo'li ham uzun narsa ekan. Tavsiya qilamiz obunachilar, bez rasvod yaxshisidan. Go'shtga boqaman deganlarga mana qulog'i ham butun. Quloq kesilgandan qurvollikka bo'lmaydi degan akalarimizga mana quloqlari butun qo'ylar. Aloqaga chiqaramiz obunachilar, qo'ylar o'ta go'zal. Maqtasang, maqtagalik arziydigan qo'ylar obunachilar. Aloqaga chiqaramiz. Xo'p. Bularda endi narxini qancha deymiz? Narxi o'ta yengil bo'ladi. Yeb-ichishlar o'zingiz sinovingizda o'tgan-a? Bir hafta sinov olishlar ularga borganda. Hammasini bir joyga olsa o'zi soni ozgina. Narxini nech puldan deymiz? 4 million 800 mingdan, 5 million ham yo'q. 5 million ham yo'q. 4 million 800 4 million 800 ming so'mdan dastlabki qaygacha? Dastlabki Toshkentgacha ketaveradi. Dastlabki Toshkentgacha obunachilar, aloqaga chiqamiz. 4 million 800 mingdan qulay narx bo'ldi. Odamga xayriya ham bor. Telefon qilgan odamga xayriya ham bor. Shaytida obunachilar taraf bo'lib tortish o'tkazamiz. Xo'p, obunachilarimizga 4 million 400 ming so'mdan. Yo'q. 400 ming so'm 800 ming so'mdan dastlabki Toshkentgacha. Bo'ldi mana. 4 million 700 ming so'mdan dastlabki Toshkentgacha. Yana bitta erkakka o'xshab tushib qo'ying-chi. Kamayib ketmaydimi unda? Kamayib ketmaydi. 4 million 600 dan. 4 million 600 mingdan dastlabki Toshkentgacha. Toshkentgacha like tirs bosgan odamga xayriya ham bor. Baraka. Obunachilar, aloqaga chiqamiz. Xo'p, dastlabki Toshkentgacha bunaqasini qaydan olasiz, Hoji aka? Bosing gazini. Chiqaramiz. Bunaqasi kamdan kam. Xo'p, Akmalxon aka, xolasa bularni olishsin, boqsin, baraka topishadi. Chiroyli qilib Hoji akalarim, toshdoqlarim duo qo'ysa bo'ldi, like tirs bosib. Qarasam bu ham obunachilarga qimmatlik qilar ekan, ozgina yozib berar ekansiz. Bu ham qimmatlik qilar ekan. Xudo xolasa buni videoni kommentariyaga otangga rahmat deysiz. Kanalimiz yangi, kanal yangi. Rivoj Kanal uchun, yangilik uchun. Yana o'ylab qolishmasin, PR emasmi bu? Telefon qilgan odamni ishini bitiramiz. 4 ishini million bitirasiz. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Like tirs bosib, otangga rahmat deysiz. 4 million 500 dan. 4 million 500 mingdan yana 100 ming tushdingiz. 500 ming so'mdan mana. Gap yo'q, bor aka. Obunachilar 4 million 500 ming so'mdan yana 100 ming ustiga sindirib qo'ydim. Qayda bor mana, shoshiling. Barrani ham, o'sha kichkina barralarni ham 4,5-48 qo'yib. Obunachilar mana sizlarga kichkinasidan emas, qo'ying bormi desa, bor deydigan variantdan. Shoshilamiz, aloqaga chiqaramiz. O'tacha. Bundan keyingi partiyalarimizga o'tamiz, ketdik obunachilar. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga 3 dona qo'ydi go'zalidan. Bir dona sarig'i, bir dona kashdan
Bunisi ham qanaqadir rang hozir ma'lumotini bilamiz. Hozir oxirgi partiyamizga narxlar o'ta yengil, qo'ydi o'ta go'zallarda. Yangi ro'zg'or boshlaganlarga. Ro'zg'or boshlaganlarga tavsiya qilib qolaman. Puli qulay. Puli o'ta qulay jonivorlar. Ma'lumotni sekin berib boramiz, qo'ylarga ko'rsatavering. Mashallah. Xo'p, bularning yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi 6 oylik atrofida. Yosh oyligi 6 oylik atrofida. Bir sillab yeb turgan variantida. Gap yo'q. Xo'p, bularda bo'ylari qanaqa bo'ylari? Qo'ylarning 70 ga olishaveradi. 75 xotirjam kelaveradi qo'ylar. 75 xotirjam kelaveradi. Dumbalarni ham qarang, o'ta qo'ylar ko'rsating jonivor. Mashallah. Arig'i alohida tema jonivordi. Jichcha kattaroq bo'lsa, Trenddagi qo'ya? jichcha kattaroq bo'lsa, bu xudo xolasa dollar uradi. Gap yo'q. Mana endi bularning yeb ichishlari qanaqa? Yebi xudo xolasa o'ta ham zo'r. Bir hafta sinab olishar uylariga borganda. Bularni kelganiga qancha bo'ldi? Kelganiga duqodir bular ham shu birinchi partiya bilan bir xil kelgan. Bir 4 oycha bo'ldi. Uyda yem deb turgan variantida. Yem yeb turgan, yem bersa ko'taraveradi. Yem bersa xotirjam ko'taraveradi qo'ylar. Yemga o'rgatilgan. Hop, videoni qisqa qilaylik. Hammaga kerakli joyi kerak buni. Qo'ydi qancha maqtasak kam o'zi aslida. Shunaqa. Hop, bular narxini qanchadan qilib berasiz obunachilarimizga? Kanal yangi. Yo'lida qilib gapirsangiz, Yo'ni bir joyga olsin. Ko'rib turibsiz. Narigilardan sal pastroq. 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 4,5 dan qo'ydik bularni. 4,5. Bularni 43 dan ketaveradi. 200 mingdan kam bersin. 4 million 300 ming so'mdan. Managa 4 million 300 mingdan ozroq qimmat emasmi? 4 million 300 dan yaxshi, duqodir barlarni ham chiqaryapsiz. 200 ming kam qo'yapsiz, xolos-da bularni qo'yib pastroq ekan. Bo'yi pas shunga 200 mingdan, 200 ming ham 200 mingdan ham o'zi 3 tasiga 600 ming bo'lib ketyapti. Bitta so'rayman. So'rang. Videoni cho'zmaysiz. Ma'qul kelsa, baraka deysiz, chiqarib yuborasiz. Ko'p o'tib berinmaylar. Ko'p o'tib bermaysiz. Ozgina o'tib beraman. Ko'p o'tib Bo'p, beraman. qarang, sizga ma'qul keladigan qilib so'rayman. 1 million so'mdan obunachilarimizga berasiz endi shuni. Yo'q, Abduqodir ma'qul. 300 ming so'm pul so'rayapman. Kanalimiz yangi. 41 dan beraman. Ey! Hammasi uchun bir joyga olsin mana. Kanal 4 yangi. million 100 dan. Kanal yangiligi uchun. Lekin 4 millionni o'zimizga ham bermagan Abduqodir, to'g'risi. Boqib qo'yganimiz pash dehqonchilik ketaveradi. 4 million 100 mingdan. 4 million so'mdan. 4 million 100 mingdan. 4 million so'mdan bering meni obunachilarimga. Mana shu videoni necha kishi ko'rgan bo'lsa, bittadan like-ni bossinchi mana. Yurakdan Like bosishadi, like bosishadi. Kanal yangi deyapsiz. Obuna ham bossin, kommentariy. Obuna Otanga ham rahmat qo'ysin. deb. Kamida 100 ta Gap kommentariy yozsin. 4 million Gap so'mdan yo'q. mana. 4 million so'mdan 4 million so'mdan like-ni bossin. Kamida 1000 ta like yozsin shu video mana. Yo'q, bor aka. Obunachilar 4 million so'mdan qo'chqorlarimiz bir joyga hammasini olganga. Dastlabkilar Toshkentgacha bularga ham. Toshkentgacha ketaveradi. Toshkentgacha dastlabkasi aloqaga chiqaramiz. Nomerlarni ekranda qoldiramiz. Hop, bugunga shular xolasa. Bugunga shular like bosib qo'yishadi. Bugunga shular xolos. Hop, obunachilar like bosasizlar, otangga rahmat deb tursalaring. Bundan ham chiroyli, bundan ham manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.